Hürmetli vatandaşım, leksiyemizden devamlaştırırız. Yadro kurallarını küçeytiş gerek. Deple kalmasın Prezident Trump yine onundan mı kattık bir eğiz gapni kıl. Mavzulu haber 12. ayının 23. gün Venvi doğru bitidi ilan kılındı haber. Mundak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi saylangan prezidenti Trump Amerika yadro qurolini kuchaytirish kerakligi to'g'risida bir parcha maqol yozib, hayvatlik jamoat fikri qo'zg'adi. 23-kuni matbuotlar ziyorat qilganda prezident Trump bu so'zga aniqlama berish bu yoqda tursin, uning o'rniga kishini cho'chitgidek darajada bir jumla so'z, ya'ni harbiy tayyorliklar musobaqasini boshlaymiz dedi. Ben bugün 3 parça leksiya sözleymen, mezmunu asasiyetten ortak, asasiyetten birbirine yakınlaşıyordu. Şunu vatandaşlarımın bunu doğru düşünüşünü. Çünkü bu kadımki bu haberde tılıq elinğen mezmunla vatandaşım, çak kılıdığan mezmunla emesçi mi? Dikkat kılıp anlayan vatandaşım. Prezident Trump NBC televiziyası muhbirinin ziyaretini kubur kılganda riyasetçi onun Amerika'nın yadro kurallarını küçeytiş doğrusudaki sözlerini düşendirip koyuşunu talep kılganda Prezident Trump düşendirip koyuş bu yak tutursun aksçe yok kuru avazda yani bir meydan her bir tayyorlikla musabakasını başlayılı dedi. Keler yılı 1. ayının 20. günü vazifege olturdığan Prezident Trump 22. günü Twitter'da makale ilan kılıp bunda görsetti. Yadro kurallarının emişkelligini bütün dünya akli bilişten burun Amerika yadro kurallarını kengaytiş ve küçeytişi gerek dedi. Bu söz ibarla tenkit küçürgandan keyin Prezident Trump muhbirlar ziyaret kılganda bunda ta'kidledi. Biz her qitim kuch elishqanda ularning ustidan g'alaba qilib keldik. Biz ularga qaraganda chidam va g'ayratlik bo'ldik. Xabarlarga qaraganda Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham o'xshash bir kunda mundaq ko'rsatdi. Rossiya strategik yadro qurollarini kuchaytirish kerak. Hozir mavjud bo'lgan va kelgusi taraqqiy qilgan har qanday raketa sistemlardan ortiq raketa sistemimiz bo'lishi kerak dedi. Dikkat vatandaşım. Biz bir parça xatdan başlaydık ki Prezident Trump'a Prezident Vladimir Putin'in yazgan xatini. İki devlet münasebetini yaxşılaylı degan söz yok. Endilik tarzı Prezident Trump bilen Prezident Vladimir Putin'in o'xshashli yadro qurollarini eg'izga olganligini, yoki har ikki davlat o'zining yadro qurollari iskilatini kuchaytirishni, yadro qurollari qurilishini mustahkamlashni va kuchaytirishni tashabbus qilayotganligini ko'rdik. Es qildingizmi vatandaşım? Nima es qildingiz? Tasavvuringizga eling de buni qayta o'ylang. Biz bundan keyin bu noktada davomli so'zlashimiz mumkin, davomli tahlil qilishimiz mumkin. Siz shu narsani esingizga elingki, 1980-yillarda 20-asrning 80-yillarida marhum Prezident Reagan ayni vaqtda qit'alararo urush strategik siyosatini o'ttirib qo'ygan edi. Qit'alararo urush stratejisini o'ttirib qo'ygan edi. Men selektirmay, men qo'shib tahlil qilmay, siz bugun navbatdagi Prezident Vladimir Putin bilan Prezident Trumpning yadro qurollarini eg'izga olganligidan iborat bugungi paketni yoki bugungi siyosatni tasavvuringizga elingda buni cho'nqur tahlil qiling, hurmatli vatandosh.